Bunaqa katta bolalarni ko'rsam, necha yildan beri o'zimni yaxshi ko'rgan kasbimda ishlayotganimni eslab qolaman. Butun dunyodagi bolalarim farzandli bo'lishyapti, to'y tomoshalar qilishyapti ularning onalari. Men juda xursandman. Qachondirlar meni onamni davolagansiz va dunyoga men kelganman deb. Bu chiroylik, mana kuchga to'la, barcha belgilari mujassam, barcha eng odamni chiroyli hislatlari mujassam yigit. Bu bolajonimizni onajonlari judayam yaxshi mutaxassis. Lekin ko'p yillar avval meni oldimga kelib, bittagina konsultatsiya bo'yicha bular davolash programmasiga hozirlik boshlaganlar. Aniqlagan mioma bu katta muammo emas, buni davolasa bo'ladi va giperestrogen holatlarda ma'lum bir dorilar yig'indisi beriladi deb ayolni tinchlantirdim va bir necha oydan keyin dunyoga shu yigit kelganlar. Bugun oldimga ayollar bilan keldilar. Bizga ham yangilik kerak. Qachondirlar meni onamni davolagansiz va dunyoga men kelganman deb. Baxtli bo'lsinlar, iloyim hamma meni ozgina podдержкам bilan dunyoga kelgan farzandlar shunaqa chiroyli oilalar qurishsin.